Nima uchundir bu aktyorni ko'p ham qadrlashmaydi. Kelinglar, Brad Pitt rol ijro qilgan 5 ta filmni ko'rib chiqamiz. 5-o'rin Mr. va Mrs. Smith. Bu filmda er-xotin josuslar birgalikda harakat qilishadi. Nafaqat filmda, balkim hayotda ham Angelina Jolie bilan munosabatlar o'rnatilishiga sabab bo'lgan film. 4-o'rin Bir vaqtlar Gollivudda Quentin Tarantinoning fikrlashicha eng yaxshi film ekan. Menimcha ham yaxshi film, ko'rishga arziydi. 3-o'rin Seven, ya'ni 7. Bu filmda serialli qotilni izlashadi. Brad Pitt hamda Morgan Freeman ijrosi esa shunchaki shedevr. Final sizni aniq shokka tushiradi. To'g'risi bu filmni birinchi o'ringa ham qo'ysak bo'lardi, lekin hozircha ikkinchi o'rnimizda Formula 1, haqiqiy Formula 1 poygachilari hamda Lewis Hamilton prodyuserlik qilgan film. Brad Pitt ijrosida esa yanada cho'qqisiga chiqdi. 2025-yilning eng kassabob filmlaridan biri. Shu va shu kabi kontentlarni o'tkazib bormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling. Tasavvur qiling, bir klubga a'zo bo'ldingiz va u klubning asosiy qoidasi klub haqida hech kimga aytmaslik. Bugungi reytingimizda birinchi o'rinni alayda Brad Pittning tashrif qog'oziga aylangan filmlardan biri. Mana shu ro'yxatdagilardan tashqari yana qaysi filmni bilasiz? Izohlarda qoldiring, balkim ikkinchi qismini ham chiqararmiz.